Yengil. Bu nima qilyapsan? Bitta o'g'ri pishak paydo bo'libdi-da. Alkigan kalmasalarni g'ajib tashlabdi. Qo'ymasam, ayamga deb pishib kelgan somsalarimni ham g'ajibdi. Onasini bizning hamselarni o'g'lim pishagidan ancha. Yo paraga topamdan keyin guchmamdan hozir tuyalash qilib kelaman. Shunday udachini kela oldik-da bolam. Tozi qirchishlama oshxonadan chiqmaydi. Ovqatni ham zo'r qiladi, lekin ovqat yemaydi. Ana o'g'ri pishak yana keldi, mana joning chiqdi. Onang yengil. Mana ochapatni qarasi. Bu o'g'ri pishak hamsiyaniki desam, bu o'zimiz pishak ekan-ku. Yo'q, yemadim, просто tuzini ko'rdim. Adashibdi, adashibmiz. Bizning xotinning o'zi ham och, ko'zi ham och. Hirt o'g'ri pishak ekan. Miau! Yo'q, men o'g'ri emasman. Просто o'g'ri tomoqchaman. Chichi. Aka qanday? Opa qanday? Charchamayapsiz, videocha yoqdimi? Ilohim, mana shu videoga like bosgan, Obidjon Nasriddin YouTube kanaliga Qog'ozdan vangin yüzingda hal ko'rindi. Bismillahirrahmanirrahim. Xotin pomidor noncha zaksga tayyor. Bu bir sher ustidan ham olib kelmadingmi? O'zim manani dadasi olib kelganman sher sutchasidan. O'zim xotinim qani? Mana o'zi ham bu ovoz sho'ldir qiladi-da. Qo'ying dadasi, shayton sherik bo'lmasa bitta haqisiz bilan. Tamom xotin oldik. Nima bo'lsa bo'lsin, bu traktor tekidan shamol o'tsin. Siz ham tekizdan o'tsin shamol. Tamom birga o'tsin. Dadasi, biriz qo'yingmi siz ham? Men xotin roldaman, menga qo'yma. Keling dadasi, oling. Bo'l. Hay, oldik. Dadasi? Ha? Tezroq qo'ya boring ishlaringiz bo'lib. Menga qara, kelbera, o'zim olib ketaman, traktorda birga ketamiz o'ya. Ko'p ishdingiz dadasi. Traktorni siltab haydaysiz siz, bacham tushishi mumkin. O'zim ketaman.